Manchester City o'z raqibini 10-1 hisobida yanchib tashladi. Ko'rdingizmi? Ha, Angliya Kubogi 1/32 final bosqichida Exeter City shaharliklar tomonidan mana shunday yirik hisobda mag'lub etildi va bu Manchester City tarixidagi eng yirik hisobdagi g'alaba emas. Ya'ni eng yirik hisobdagi g'alabaning takrori. Chunki 1987-yilda Manchester City Huddersfieldni aynan 10-1 hisobda taslim etgan. Agar 10-0 bo'lganida, albatta bu Manchester City tarixidagi eng yirik hisobdagi g'alaba bo'lar edi. Yaqin oradagi eng yirik hisobdagi g'alabasi esa 2019-yilda qayd etilgan Angliya Liga Kubogi doirasida Barton Albion 9-0 hisobda taslim etilgan. Bu o'yinda Abduqodir Husanovdan boshqa hamma gollarni o'zi ham O'Reilly, Rico Lewis, Rodri, Makkeydo hattoki Exeter futbolchilari ikkita avtogol urishdi. Va mana bu o'yinda yagona gol, Exeter Cityning yagona goli juda chiroyli bo'ldi. Fikrimcha, Manchester City futbolchilari kiritgan 10 ta goldan ko'ra mana bu super golga ham bir baho berib qo'ying. Birch Rendersning xatosidan so'ng Traffordning 9-ligiga to'pni joylab qo'ydi. Endi Manchester Cityning deyarli 3-tarkib futbolchilari o'sha Makkeydolar maydonga tushganida Exeter City hech narsa qila olmagach, tabiiyki mana bunday goldan xursand bo'lishga haqqi bor. Abduqodir Husanov bu o'yinda ishonchli o'ynadi. O'sha ortdan himoyani nazorat qiladigan futbolchi bo'lib harakat qildi. Statistikasi SofaScore unga 7.2 ball qo'ydi. Umumiy hisobda 3 bor raqiblar bilan to'p uchun kurashib, 3tasida ham g'alaba qozondi. 3 bor to'pni ilib ketdi, 2 bor to'pni himoyadan chiqarib yubordi oldinga, 5 marotaba to'pni qaytarib oldi. Pozitsiya uchun kurashlarda 5 marotaba kurashib, 3tasida g'olib bo'ldi. Havodagi kurashlarda esa 2 bor o'sha raqib bilan kurashga kirib, ikkalasida ham g'olib bo'ldi. 2 bor qoidani buzganini ham aytib o'tishimiz kerak. Umuman olganda Abduqodir Husanov va Manchester City mana bu o'yinni juda ajoyib o'tkazdi va Antoine Semenyo Manchester Cityga keliboq bir gol, bir assist qildi. Uni ham alohida maqtab qo'yishimiz kerak. Qoyil mana shu tempda davom etsa Abduqodir Husanov albatta to anavi asosiy tarkibdagi himoyachilar maydonga qaytguniga qadar o'z o'rnini mustahkamlab oladi. Siz esa kuzatishda davom eting, yanada qiziqarli videolar hali oldinda.